Nega o'zbeklar birlasha olmaydi? O'zbek deb keriladi. Aslida o'zligi o'ldirib yuborilgan xalq. Kim o'ldirdi o'zligimizni? Atayidan shunaqa qilinadi. Tarqoq, farriq, tasuq degan siyosat bor-ku, ya'ni tarqat, boshqarasan. Bu xalqlar o'zligini yo'qotsin, tarixdagidek, ajdodlaridek katta bir sultonlar, fotihlar chiqmasin bulardan. Ana shu uchun ularga o'zligini yo'qottirish bu katta sistema ichimizdagi biz boshimizga chiqib olgan xoin hukumatlar orqali qilinayotgan, tatbiq qilinayotgan siyosat bu. Hech qachon ularni birlashishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun mana 4 ta odam bir joyda borib bir kitob o'qisa, borib 5-chi sotqin bo'lib chiqadi. O'sha orqali 5 kundan keyin borib hammasini qo'lidan kishan solib olib ketadi. Qanaqa birlashishdan gapirasiz endi? Din odamlarni birlashtiradi. Mana shuning uchun biz bitta imomning orqasida o'tirib namoz o'qiymiz, ya'ni. Ka'bada qarang, 1 million odam 1 daqiqada birlashadi. Istav deydi imom, to'g'ri bo'linglar, saflarni to'g'rilaylar deydi. Shunday to'xtaydi. Erkak, ayol, arab, ajam, tushungan, tushunmagan hamma bir xil. استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. Dushman boshiga tushish kerak. Hozir mana G'azo ahlini qarang. Qanday bir tanu bir jon bo'lib birlashib qolishgan. Ular ham tarqoq bo'lib yuradi o'sha urushdan oldin qarasangiz. Buni biz albatta orzu qilmaymiz, lekin birlashishlik ba'zan sabablaridan biri mana shu ham bo'ladi. Va birlashishga muhabbat kerak, odamlar bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Endi mana shuning uchun birinchidan o'sha dinga qaytish kerak odamlar. Shunda bu birlashish, birovning haqqi, undan qo'rqish degan narsalar odamda paydo bo'ladi. Endi mana shuning uchun birinchidan o'sha dinga qaytish kerak odamlar. Shunda bu birlashish, birovning haqqi, undan qo'rqish degan narsalar odamda paydo bo'ladi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, nega o'zbeklar hech birlasha olmaydi? Bir-biriga nisbatan ishonch yo'q xalqda. Odamlar omonatdor emas. Ko'pchilik bir-birini kiydirib ketishdan tab tortmaydi. Ayniqsa chet elda bu narsa juda ma'lum, mashhur. O'zbeklar bir-birini aldab qiyin ahvolga solib ketgan holatlari ko'p uchraydi. Ba'zi millatlar bor, har joyda bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bu holga kelib qolishimizning sababi va islohoti nima deb bilasiz debdilar. Bilmadim, shu o'zbek degan nomni o'zgartirish kerakmi? Shundan boshlanarmikan islohot? Chunki o'zbek deb o'ziga o'zi xon bo'lib hamma bilganini qilib yuradigan bo'lib qolganda bizning xalq shunaqa. Endi bu hazil albatta. Bitta bu bilan bo'lmaydi. Birinchidan odamlarda iymon, taqvo yo'qligidan-da. Odamda iymon bo'lmagandan keyin iymon omonat o'zi. Iymon Alloh bilan o'rtadagi omonatga vafo qilish. Inson Alloh bilan omonatga vafo qilmagandan keyin odamlar bilan omonatga vafo qiladimi? Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiy kelishdan oldin amin deb tanilganlar. Vahiy kelib shuni tasdiqladi xolos. Omonat qalbga tushadi deb iymonni shu omonat deb gapirganlar Rasululloh. Endi mana shuning uchun birinchidan o'sha dinga qaytish kerak odamlar. Shunda bu birlashish, birovning haqqi, undan qo'rqish degan narsalar odamda paydo bo'ladi. Mana shuncha o'zbeklar shunaqa deyapsiz, lekin shu o'zbeklarning ichida iymon ahlini qarasangiz shunaqa qilmaydi. To'g'ri, uchrab turadi. Mo'minman deganlarda, shunaqa qiladiganlar hali iymonni tushunmagan ular, quruq musulmon ular ya'ni. Lekin aslida haqiqiy mo'min o'zbek bilan boshqa bo'ladimi? Mana shunaqa qilmaydi ya'ni. Ha, to'g'ri aytishingiz mumkin. Boshqa millatlarda iymon yo'q bo'lsa ham shu darajada emas-ku deb, to'g'ri. Boshqa millatlarda iymon yo'q bo'lgan taqdirda ham bir-biriga yordam qiladi. Endi bu nimadan desa, bu bizning o'zligimizni o'ldirib yuborilganidan. Iymon bo'lmagan taqdirda ham hech bo'lmasa mana shu haligi o'zimizniki deb-da, ha o'zimni urug'im, qarindoshim bo'ladi, baribir kimdir bir do'stim bo'ladi, uni yoki bir mahalladoshim deb, hech bo'lmasa millatdoshim deb bir-biriga bir vafo qilmaslik bu nimadan desa, o'zligimiz o'ldirib yuborilganidan bizda. O'zbek deb keriladi, aslida o'zligi o'ldirib yuborilgan xalq. Kim o'ldirdi o'zligimizni? Birinchidan bosqinlar tarixdagi mana. Qadimdan bosqin mo'g'ullardan boshlanib keyin ruslar bosqinlari bo'ldi va haligacha hali ham biz bosqin ostidamiz. Tog'utlar bosqini, Rusdan chiqdik, boshqa bittasi keldi, aldab ketdi bizni, yana boshqasi kelib aldayapti, boshqasi ham kelib yana aldaydi. Zulm ustiga zulm odamni o'zligini o'ldirib yuboradi. Mana Bani Isroil qanaqa bo'lgan? Bizning holatimiz ham shunga o'xshaydi-da. Firavun ularni shu o'zligini o'ldirib yuborgan. Umuman ularga bir gap kor qilmaydigan, zillat, maskanat bo'yniga bitilingan, ya'ni xorlik, pastlik bitilingan xalqqa aylanib qolganda-ku, shu Firavun zulmi ostida yashayverib. Gap o'qimaydigan bo'lib qolganda.
Muso alayhissalom kelib qancha ozor chekdilar ulardan keyin boshqa payg'ambarlar ham. To isloh bo'lib ketgunga qadar ulardan katta bir zotlar chiqqaniga qadar va u ham bir ikkita chiqdi, qolgandan keyin haligacha o'sha yahudiy, mana shunaqangi yahudiy bo'lib davom etib kelyapti. Muhimi shunaqa bir dushman xorligi ostida yashayvergan xalq. U dushman tashqaridan kelgan dushman, o'zining ichidan chiqqan dushman mana. Odamlar iymonga kirishiga qo'ymaydi. O'zini islohot qilishiga qo'ymaydi. Aksincha faqat fasodga eshikni ochib beradi. Mana pivo festival, ko'pik festival deb. Odamlar xotin olaman desa olib borib qamaydi, fohishalar bo'lsa yuraveradi. Qur'on sunnatni tanishtiradigan tilda o'rgataman desa, qamaydi olib borib o'rganaman desa. Boshqa narsalar o'rgansa ochiq eshiklar yuraveradi. Ana shunaqa bo'lgandan keyin odamlar o'zligini unutib oladi. Bu bir boshqarilayotgan siyosat. Xosatan masalan mana shu turkiy xalqlar ular shu o'zligini yo'qotish uchun turklarda Yevropa tomonidan, bizda ruslar Xitoy tomonidan bu narsa siyosat bilan tatbiq qilingan. Bu xalqlar o'zligini yo'qotsin, tarixdagidek, ajdodlaridek katta bir sultonlar, fotihlar chiqmasin bulardan. Ana shu uchun ularga o'zligini yo'qottirish bu katta sistema ichimizdagi bizni boshimizga chiqib olgan xoin hukumatlar orqali qilinayotgan, tatbiq qilinayotgan siyosat bu. Hech qachon ularni birlashishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun mana 4 ta odam bir joyda borib bir kitob o'qisa, borib 5-chi sotqin bo'lib chiqadi. O'sha orqali 5 kundan keyin borib hammasini qo'lidan kishan solib olib ketadi. Qanaqa birlashishdan gapirasiz endi? Atayidan shunaqa qilinadi. Tarqoq, farriq, tasuq degan siyosat bor-ku, ya'ni tarqat, boshqarasan. Tarqat, boshqarasan. Bu o'zi butun ummatga qilinayotgan siyosat. Arablarga nimalar tomonidan qilinadi? Mana Amerika, Yevropa tomonidan. Biz tomondagilarga ruslar, Xitoy tomonidan qilinadi. Hammasida faqat shu boshqaruvchilar o'zgariladi. Siyosat bitta. Farriq tasud. Odamlar tarqat, boshqarasan. Birlashsa chunki boshqarish qiyin bo'lib qoladi. Mana shu uchun odamlarga birlashishlikka undaydigan din o'zi o'rgatilmaydi keyin. Din odamlarni birlashtiradi. Mana shuning uchun biz bitta imomning orqasida o'tirib namoz o'qiymiz, ya'ni. Shoh va gado, katta va kichik, olim va johil hamma odam bitta imomning orqasida o'tirib namoz o'qiydi. Yotadi, tursa turadi. Boshqa ahkomlar ham islomdagi hammasi birlashga, jamoat masalan targ'ib qilingan. Masjidlarda hozir qarasangiz kamera, musulmonlar birlashmasligi, tarqalsin, kelmasin shuning uchun namozga, ana shu qo'rqitish, tahdidlar bunday bo'lgandan keyin ya'ni odamlardan tabiiyki birlashish hech qachon topilmaydi. Hammasining sababi shu din. Buni agar odam diniga qaytsa, o'zi din odamlarni birlashtirib qo'yadi. Mana Ka'bada qarang. 1 million odam bir daqiqada birlashadi. Istav deydi imom, to'g'ri bo'linglar, saflarni to'g'rilaylar deydi. Shunday to'xtaydi. Erkak, ayol, arab, ajam, tushungan, tushunmagan hamma bir xil. G'alag'ovur shunday aylanib to'g'on bo'lib yotgan joyida hamma yugurib o'zining joyini egallaydi. Qarabsizki, bir daqiqada 1 million odam shunday birlashadi. Bitta imomning orqasidan. Endi lekin ichida fitnachilar bo'lsa, o'shandan o'tiribdi mana Xudo qilma bizni mazhabimizdan emas bu. Bu johillarning ta'siridan yani. Lekin aslida aytibmanki, dinning haqiqatini tushunsa odam, din o'zi odamlarni shunday birlashtirib qo'yadi. Bu bir din nizom bu, ya'ni bir xuddiki mana bu asalarilar nizomini qarasangiz, bitta malikasining orqasidan ergashib uchib ketaveradi-ku hammasi. Ular shunga programmalashtirilgan. U biologik jihatdan shunaqa programmalashtirilgan-ku hayvonlar. Masalan, qaldirg'ochlar, turnalar bir to'p bo'lib bir joyga qarab uchib ketaveradi. Ular shunaqa. Lekin bizda inson tarzida bu din bizni mana shunaqa qilib birlashtiradi. U din ham to'g'ri din. Mutaassiblarning dini emas, u hammasi o'ziga qarab tortadigan. To'g'ri din. Ana shu din odamlarni birlashtiradi. O'zinikiga to'g'ri kelmagan taqdirda ham ko'z yumib qo'yaveradi. Aks holda qaraysiz, mana mutaassiblarning dini u din birlashtirmaydi, ummatni tarqatadi u mutaassiblarning dini. Meniki faqat to'g'ri, Hanafiy bo'l, Maturidiy bo'l, bo'lmasa sen odam emassan. Bo'lmasa iqtido qilma, uning orqasidan ergashma. Ular adashganlar, Makkaga borib ham namozni o'qib o'tiradi o'shaning uchun. Bunaqangi din bilan birlashilmaydi. Biz aytgan din haq din. Bu dinni esa odamlarga kirishligiga qo'ymaydi. Undan keyin hech qachon birlashish hosil bo'lmaydi. Va bir yana ko'rinishi bor, birlashdi. Allohning rahmati bilan qadariy ko'rinishda sodir bo'lishi mumkin. Dushman insonni birlashtiradi. Masalan, mana taxtani chiqindilari bor-ku, taxtani kepagiga, ya'ni aralaganda chiqadigan. Shuni apilka deydi haniga. Birlashtirish uchun nima qilinadi? Displey va hokazo shunaqa taxtalarga aylantirish uchun qattiq bosim bilan uni press qilinadi. O'shanda qarang, taxtadan chiqqan mana shu kepagi apilkalar birlashib taxtaga aylanadi yana. Bo'lmasa undek sochilib yotuvdi. Birlashib taxtaga aylanadi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshab dushman ba'zan ummatni boshiga kelishi kerak, ezish kerak ummatni. Shunday jon-jonidan o'tqizish kerakki,
ichidagi ana mutaassibligi kallasidan chiqib ketadi ana shunda qattiq azob yegandan keyin. Boshqasini boshqa tafriqa sababi boshdan chiqib ketadi-da, birlashadi umuman. Dushman boshiga tushishi kerak. Mana hozir mana G'azo ahlini qarang mana. Qanday bir tanu bir jon bo'lib birlashib qolishgan. Ular ham tarqoq bo'lib yuradi o'sha urushdan oldin qarasangiz. Dushman bosib kelsa yurtga buni biz albatta orzu qilmaymiz, lekin birlashishlikning ba'zan sabablaridan biri mana shu ham bo'ladi. Va birlashgan muhabbat kerak, odamlar bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Bu borliq mana hamma narsa borliqda jips bo'lib birlashishlik nimadan? Tortish kuchi bor, gravitatsiya deydi. Insonni insonga tortish kuchi esa bu muhabbat. Insonni insonga gravitatsiyasi bu ya'ni. Ana shu hadisda aytilgandek, qalblar agar bir-biri bilan tanish bo'lsa, shunday jasadlar bir-biriga magnitdek tortilib yopishadi ya'ni. Qalblar bir-biridan tarqoq bo'lsa, yoqtirmasa bir-birini muhabbat bo'lmasa o'rtada iftaroq jasadlar bir-biridan tarqaveradi. Muhabbat esa sabablarini qilinadi. Muhabbat bo'lish uchun odamlar bilan odam o'rtasida masalan odam kechirimli bo'lish kerak. Hadiyalar almashish kerak bir-biriga. Ana shunday sabablarni qilinadi. Va iqtisodiy sabablar ham bor albatta birlasha olmaslikda. Mana odamlar qashshoqlashtirilgan. Hozir bir-birini kiydirib ketaveryapti deyapsiz-ku. Albatta bu endi odamlarga uzr emas, lekin odamlar qashshoqlashtirilgandan keyin shunaqa bo'ladi. O'ta qashshoq bo'lib ketgan odam pastkash bo'lib ketadi. Ana shuning uchun mana Umar roziyallohu anhu ko'p aytganlar-ku, musulmonlarga haqqini beringlar. Ularni xorlamanglar degan. Chunki xor bo'lgan odam pastkash bo'lib ketadi. Hech narsadan tap tortmaydi ya'ni. Garchi bu ularga uzr bo'lmasa-da, lekin mana shuni qilinayotgan siyosatda mana shuni ham, ya'ni qashshoqlashtirish siyosatining ham bunga ta'siri bor ya'ni. Allohu a'lam.